Hürmetli vatandaşlar, Müstakillik Yolda İzleniş programımızın 55. sanıga hoş geldinler. Bugün bizninki azraq texniklik sebepten, texniklik mesele görülüp, programımız azraq keçikti. Hemenlardan özür soraymiz. Bugün biz kimlik ve aqtaşlık kitap degan temada Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti Baş Ministerimiz Abdullah Nur Damallamni bu sohbetge teklif kıldık. Sohbetimizge hoş geldiniz. Rahmet, hoş bulduk. Allah razı olsun. Rahmet. Abdullah Nur Damallam bugün ettiğinden beri aldıraş saat 9'da yığınımız var idi, onun için ders var idi. Hem de bunun ilgi etipler bu programı çıkartıdı. Allah ecringizni katta qilsin. Hem de hükümetimiz nurg'un ish qildi, başkan qo'yib turayli. Milliy kimlik tarqatish bilan aqtaşlik kitobni e'lon qilishning o'zi bizning xizmatlarimiz ustidan xalqimizga bergan eng yaxshi javobimiz. Keng xalqimiz bu xizmatlardan chin qalbidan so'yingan bo'lsa-mu, ammo oz sondagi mas'ullarning ichidan qon ketdi. G'aljirlarcha hukumatimizga hujum boshladi. Buning javobini Cumhur Raisimiz Doktor Mamtumin Ali efendimning tövendeki yazması bilan bersak dal keladi deb o'ylayman. Sayyohsan, safardasan, qorong'uda ketyapsan, atrofingda ba'zida itlarning havshishlari adaydi. Ulardan qo'g'dinish uchun sen ular kabi havshimaysan. Ularni o'zi kabi havshitasan. Itlarning havshishlari seni qo'rqitadi, ammo bilginki itdan qo'rqqan sayyoh bo'lolmas. Yani bilginki itlarning havshishlarida bir xayri bor. Ular yolunun nədlikini texim eniq göstərib berdi. Yolunu davamlaşdırışını təxirsizləşdirdi. Gerçi öz milli kimligiga ega bo'lish faxrlanishga arziydigan ish bo'lsa-mu, ammo qulluqda o'rgangan xuy paylimiz tufayli o'zimizning narsasini ko'zimizga sig'may qolgan, o'zimizning narsasi ko'zimizga sig'may qolgan, ichimizni tatilib beram qilgan, hatto tuhmat qarlashlarga ulgurgan yerlarimiz bo'ldi. Bugünkü baş ministerimiz Abdullah Nur efendim bilan bo'lgan suhbatimizda kimligimiz to'g'risidagi aniqsizliklar ochiq bo'lib ketsa ajab emas deb o'ylaymiz. Marhamat Abdullah Nur Damallam, hukumatning ishlagan milliy kimlik kartamiz to'g'riliq sal tafsiliy ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Xo'sh. Rahmat. Allah razı olsun. Endi hukumatimiz ishlagan milliy kimlik degan vaqtimizda yangidan shu 11-ayning 12-sida millat vakillarimizga taqdirlangan milliy kimlikning gapi bu. Milliy kimlik bek muhim narsa. Kimlik degan shu ismidan qarasak, kimlik degan shu insonninki kimligini bildiradigan, kim ekanligini bildiradigan bir dalil isbot degan gap. Bu biroz ma'nosidan qaragan vaqtimizda bir insonda menlik deydigan bir narsa bo'ladi. Uningdan keyin kishilik deydigan bir narsa bo'ladi. Uningdan keyin kimlik deydigan narsa o'rtaga chiqadi. Bu üç narsa, üç xil narsa. Menlik degan bizning dinimizda nafs deyiladi. İngilizcede ego deyiladi. Buni menlik tuyg'usi. Menlik insonning mohiyatini va o'zligini ifoda qiladi. Şunun için bir insanın menliki, özliki, mahiyeti nayet mükemmel olsa o insan doğru düzgün insan buludu. O insan özünün mahiyetini tanıgandek Allah'ını mı tanıyalaydı? Öz diyenge aş özlükine dair ne mi olsa hemsini tanıyalaydı. Mesela özünün düşmanını tanıyalaydı, özünün dostunu tanıyalaydı, öz vatanını tanıyalaydı. Öz vatandaşlarını tanıyalaydı, öz halıqını, özünü yaratkan Allah'ını tanıyalaydı. Aş menlik doğru düzgün bolsa. Menlik bozulup ketse hemen narsa bozulup ketidi. Kişilik degan narsa insonning alahidiligini, xususiyatlarini ifoda qiladigan narsa. İnsanda kişilik doğru düzgün bolsa, o insan axloqli bo'ladi, xuy mijozini durust bo'ladi, yaxshi ishlarni to'g'ri ishlarni qiladigan bo'ladi. U insonning nazarida chiroyli sat, halol harom, to'g'ri xato, haq botil degan hamma narsa aniq ochiq bo'ladigan narsa. Ya'ni insonning menligi va kishiligi sog'lom bo'lsa, u kishi sog'lom kimlikka ega bo'lgan bo'ladi. Ammo insonning menligida
ve kişiligide çatak bolsa, elbette kimligidimi çatak bolgan boludu. Şunun için bizning düşmanımız bolgan Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan tortib, ta hozirgacha biz Sharqiy Turkiston xalqining menligimiz bilan haplashib keldi. Kishiligimiz bilan haplashib keldi. Nima uchun? Kimligimizni o'zgartirish uchun. Xitoyning maqsadi bizning kimligimizni o'zgartib, Xitoylashtirish. Uyg'ur kimligidan, Sharqiy Turkistonlik kimligidan o'zgartib butun kimligimizni Xitoylashtirish g'oyasi va Xitoyning. Shuning uchun Xitoy bizning menligimizni buzib keldi, kishiligimizni buzib keldi. Hozir endi bizni kimligimizni o'zgartib, bizni Jo'nxa millati deydigan haddidan oshadigan shunday gaplarni ishlatyapti. Kim ishonadi Sharqiy Turkiston xalqini Jo'nxa millati desa, Sharqiy Turkiston xalqini Xitoy desa kim ishonadi? Bu Xitoyga bizning hech nimamiz o'xshamasa, mohiyatimiz o'xshamaydi, xususiyatlarimiz o'xshamaydi, chiroy shaklimiz, shu kulturimizdan tortib, dinimizdan tortib, tilimizdan tortib, xuy mijozimiz hech nima o'xshamaydi. O tamamen farklı bir dünya. Xitoy alvastilari, biz tamamen başka bir dünya. Xitoy hozirgi kunga kelgan vaqtida bizning kimligimizni o'zgartib, nima uchun Jo'nxa millati deyalayotdi? Chunki boshda mush 75 yillik ishg'oliyat tarixida bizning menligimizni buzdi. O'zligimizni buzdi. O'zlik buzilgandan keyin kishilikning buzilishi osonlangan. Kishilik buzilgan vaqtida inson faqatla malqi o'zining kimligidan ayrilgan bir maxluq qilib aylanib qoladi. Shu kim kontrol qilsa, kim kuchi bo'lsa, shuning bo'ysundigan holga kelib qoladi. Shuning uchun Sharqiy Turkiston surgundi hukumatı Xitoyningki mushu menlik buzg'unchiligiga, kishilik buzg'unchiligiga va kimlik buzg'unchiligiga taqobil turish uchun o'z kimligimizni o'zimiz ishlab chiqarib, 11-ayning 12-sida taqatdiq. Bu kimlik bek muhim. O'zimizni xotirlatishga bek muhim. Endi bu kimlik bo'lmas qanday bo'ladi degan vaqtda buzuq kimligimiz bilan davom qilaveradigan. Masalan, kimlik buzuqligidan kelib chiqadigan kasallar bor. Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining kimlik buzg'unchiligidan nurg'un kasallarga giribtorlab qoladi. Bu kasallar degani fiziksel kasallik emas, moddiy kasallik emas, butun ma'naviy kasallik. Masalan, şu kasalliklarninki ba'zilarini deb kelsak, masalan, ba'zi Uyg'urlar, hammamiz o'zimiz turayotgan yerdagi insonlarga qarab boqaylik. Ba'zi insonlar biz bu shahardagi Uyg'urlar xali madaniy juma, chunki biz Xitoylar bilan normal aralashib o'talaymiz, tijorat qilib o'talaymiz deb o'zining madaniy ekanligini ifodalaydi. Xitoy bilan aralashib o'taliganlikni, Xitoy bilan tijorat qilib, badi keldi qilib yashayolishini madaniylikning ifodasi qilib ko'rsatiladigan manqurtlar bor. Bu shuni da'vatgan insonlarning ruhidagi kasallikning ifodasi. Şu insanның menligining buzilib ketganligi, kishiligining buzilib ketganligi va kimligining buzilib ketganligini ifodalaydi. Yana bir misol versak, masalan, ba'zi vaqtda ba'zi insonlar etrafımızda qarindoshlarımizdan, do'stlarimizdan bijak verib kelgan insonlardan parang olib qolgan vaqtda falani vatanga berib kelibdi desa, vatanga degan gunohi yo'q insonlar berib keldi, qo'midi po'qibalar baranmaydi deydigan gapni qiladi. Nima degan gap bu? Xitoylashib ketganlikning o'zi. Halqi yog'liqni silib, bo'mda o'tag'ini bilan namoz o'qiymiz desak, biz bilan birga namoz o'qib yurganimiz bilan Xitoyga qarshi desa, bizning qarshi deb qo'yg'ini bilan mavu gap shu butunlay Xitoylashib ketganlikning ifodasi. Vatanga gunohi yo'q insonlar boralaydi, qo'midi po'qi odamlar baranmaydi degan gap şu insonning Uyg'urlikdan chiqib musulmonlikdan Alloh buni chiqib bo'ldi zodi. Uningdagi o taqlidiy iymon, o shakliy iymonlar bir ishga yaramaydi. Bu Uyg'urlikdan chiqib Xitoylashib bo'lganligining nimasi. Uyg'urcha gap qilib, va'da biz bilan lag'mayib yurgandek qilgan bilan ruhiy Xitoylashib bo'lganlikning ifodasi bu. Numus qilmay shunday gaplarni deyalaydi. Masalan, ba'zi insonlar deydi, nima uchun
bu mustaqillik meydaniga kelmaysa, mushunda ishlab olavasa desa, ba'zilar deydi, biz vatandagi tuqqanlarimizga ishimiz og'rig'achqa, Xitoy qarshi ish qilmaymiz. Xitoy qarshi ish qilish degan tuqqanlarni o'tqa tashlaganlik deb menda qaraydi. Vatanda acham bat, singlim bat, anam bat, ukam batdi, Xitoy qarshi harakat qilish shuni o'tqa tashlaganlik deb qaraydi. Unda bo'lganda mustaqillik meydonida mengayotganlarning tuqquni yo'qmi? Mustaqillik meydonida mengayotganlar tuqqurim nim bo'lib ketsin, Xitoy nima qilsin deb rozi bo'lganlik bo'lamdi shu. Bu kishilik buzilib ketganlikdan, menlik buzilib ketganlikdan ashundoq numussiz holga kelganki, o'zining numussizligini sharaflik biladigan, boshqalarning sharaflik ishlarini marhamatsizlik biladigan darajasiga tushib qolgan bir manqurtlik bu. O'ylab baqsak dunyoning hamma yerida bor. Yana bir misolga kelsak, masalan, Sharqiy Turkiston surgun hukumatidan kimlik olish shaxsiy uchurlarning oshkorlanib ketishiga sabab bo'ladi deydiganlar bor. Kimlik olsa, hukumatning kimlik olsa, shaxsiy uchurlarni berish kerak bo'larmish. O shaxsiy uchur boshqa yerga ketamish. Nega ketidimdi boshqa yerlar? Sening uchuringni Xitoy bilmamdi. Mush chet elda yashayotgan sening uchuringni, vatandagi tuqqanlaringni, uyingning nadligini, ismingning nimaligini Xitoy bilmamdi. Albatta biladi. Xitoy biladi. Sen turayotgan davlat biladi. Chet davlatlar biladi. O'zingning hukumati kimlik berish uchun uchur so'rsa, buningga uchur boshqa yerga ketib qoladi deb o'z hukumatini yot ko'radigan darajada manqurtlashib ketdik. Masalan bir tasavvur qilaylik. Masalan bir chet ellik bir insonning pasporti yutib ketdi, yoki kimlik yutib ketdi. Şu chet elda turib konsulga berib pasport oladigan yerda shu konsul hammani so'rsa, hammani deyitdi-ku. Bildirishga aldirab. İştikrak bilsa mening kimligimni, pasportni ishtik berdi deb. O'zining konsuli bo'lg'achqa, o'zining davlatning odamlari bo'lg'achqa ishinib, butun uchurni berishga aldiraydi insonlar, vatandoshlar. Ammo bizninkilar o'z hukumati kimlik berayli deb nima qilsa, boshqa yerga ketadi. Boshqa yerga ketmasligini biladi. Bu halqi o'zidan yotlashib ketgan bo'lg'achqa va boshqalarni kimlik olishdan joydirish uchun qo'rqitib, kimlik olmaydigan holga ekilish uchun qilayotgan bir fitnaları. Bunmi kimlik buzuqligidan kelib chiqqan kasalliklar. 5-chi masalan, mustaqillik aqmaydi, Xitoy bek kuchli, biz bek ojiz deydigan maqsadlar. Bunmi kimlik buzuqligidan kelib chiqadi. Masalan, dushman kuchli bo'lsa, biz ojiz bo'lsak, kimligimizdan voz kechish kerakmi? Men Uyg'ur, men Sharqiy Turkistonlik, Xitoy tajovuzchi deyishdan voz kechish kerakmi? Bu shu kasalliklarning birisi. Yana birisi o'z hukumatini Xitoydan bekrak yomon ko'rish hodati. Bu butunlay ruhiy jihatdan qullashib ketganlikning ifodasi. Abiyatinqi dars o'tdi-ku, Alloh munofiqlarni sifatlagan vaqtida la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sizlar ularning qalbida Allohdan bekrak qo'rqishga tegishli deb qaralasizlar. Allohdan qo'rqmaydi munofiqlar, ammo sizlardan qo'rqudi deydi. Nima uchun Allohdan qo'rqmagan munofiqlar mustaqilchilardan qo'rqudi? Chunki kimligi buzuq. Chunki o'zini bizning saptin deb ko'rinmayotganlikni bilayotgan ish. Men mash mustaqillik maydonidagi odam, men bir Uyg'ur, men bir Sharqiy Turkistonlik deb ko'rinmaganlikdan o'z hukumatini yomon ko'rishning sababi shu. Bo'lmasa, hukumat degan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltiramiz deb kuchavassa, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi qaysi bir munofiq ziyonga keladi? Hammadamga foydali. Ammo bular kishiliki menligi buzilib ketgan kishi shunday bo'lgan. Aningdan keyin yana bir kasallik hukumatning mashruiyatini surishti qilamiz deydigan qonuniyligini tilga olish orqali hukumatning xuddi mashru emasdek, qonunliq emasdek ko'rsatishga tashadigan ishlar bor. Kimlik buzuqligidan bu bir insonning o'zininki hukumatini qurish, o'zining davlatini mustaqil qilish,
ishg'oliyatga qarshi turish, burundan tortib inson tabiatida mashru bo'lgan narsalar. İnsan qilishga tegishli ishlar, insonning vijdonidan o'tadigan, xalqaro qonundan o'tadigan, islomiy shariatdan o'tadigan, dinimizning hukmiga uyg'un bo'lgan, xalqimizningki hozirgi hayotlik taqozzosiga %100 uyg'un keladigan mushundaq bir mashru narsalarni tahi mashruligini surishti qilgandek ko'rinib, meşru emasdek ko'rsatishga, qonunlik emasdek ko'rsatish bu bir menlik buzuqligidan, kishilik buzuqligidan, kimlik buzuqligidan kelib chiqayotgan ish. Oxirida hamda ba'zi yeldan yana bir anglagan gapni deb qo'yay. Bu chet elda bo'layotgan gap bu. Ba'zi munofiqlar deydi, vatanda dinchilar jiqlab ketganda Xitoy ularni qayta tarbiyalash re-education centerlarga sulab, endi bizga zarar bermaydigan halga keldi deydigan manqurtlarni ko'ryapmiz. Xitoyning xalqimizni kamplarga sulug'ini o'zi uchun yaxshi bo'ldi deb qaraydigan manqurtlarni ko'ryapmiz. Bularning hammasi mushu kimlik buzuqligidan, kishilik buzuqligidan, menlik buzuqligidan chiqyapti. Xalqimiz manqurtlashtirilib, assimilyatsiya qilinib, yo'q qilinish girdobiga kelib qolg'achqa. Sharqiy Turkiston surgundi hukumati bu kimlikni chiqarmasak bo'lmaydi ekan, bu muhim ekan deb o'ylab, xalqimizga shifo bo'lsin, xalqimizning ash kasallariga shifo bo'lsin, xalqimiz mush ma'naviy kasallikdan qutulsin degan maqsadda chiqarilayotgan bir kimlik. Bu kimlik hamda bizningki milliy iftixorimiz. Shunda chiroylik chiqig'liq, bek chiroylik chiqig'liq, ko'raplam insonning yuragi suyungidek chiroylik chiqig'liq. Uyg'urlik ruhi va Sharqiy Turkistonlik ruhi va bir inson buningdan suyunish kerak. Shuning uchun buning ahamiyati bek muhim. Shu Sharqiy Turkiston xalqining hammasininki mushu kimlikni elib olishini chin qalbimizdan tashabbus qilamiz, tavsiya qilamiz. Bu pak kimlik uchun hammamizningki bunga bir iltimos qilib, o'z kimlikinglarni o'z qo'linglarda tutib turishinglarni umid qilamiz. Abdulahat Nurdamolim degandek. Lekin bizning bu kimligimizni odatda 18 yoshdan yuqorilarga 10 yillik, 18 dan tuvanlarga 5 yillik deb chiqaradigan ekan boshqa xalqaro hamma davlatda. Biz nima deb 5 yillik chiqardik shu kichkina so'zlab tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bunda bo'lishning sababi biz yangi chiqaryapmiz ya. Bu kimlik deganimiz bilan o'zi kichik ko'ringan bilan bir insonningki butun uchurlarini, mohiyatini oladigan narsa bu. Shuning uchun buni biz chiqargan vaqtimizda nurg'un qarindoshlar ijobiy fikrlar berishi mumkin. Bizning kallamizga kelmagan fikrlarni berishi mumkin. Aningdan keyin chiqarib qo'ygandan keyin tuzishga tegishli ahvollar ko'rilishi mumkin. Bu boshlang'ich o'g'achqa, shuning uchun cho'nglarga 5 yillik, kichiklarga mana shunday qilib chiqardik. 10 yillik chiqarib qolsak, keyin o'zgartiradigan bo'lib qolgan vaqtida egiz pastlik chiqmasin deb hozircha qisqa chiqarib 2 yillik chiqarish nimasi bordi. Davomli uni elish oson bo'lmagandan keyin hozircha 5 yillik chiqarib turdik. Agar mushu kimlikni elish va berish jarayonlarida xalqimizdan ijobiy fikrlar kelib, texnik bizning kallamizga kelmagan yaxshi fikrlar kelib qolsa, o'zgartirishimiz mumkin. O'zgartib to'liq bo'ldi, endi mukammal bo'ldi degan niyati, ana cho'ng yoshdagilarga 10 yillik berishni boshlasak bo'ladi. Rahmat. Bu kimlikni odatda oila bo'yicha iltimos qilgan bo'lamda, undan keyin biz erishgan xabarlarda kimlik boshqa yerda kimlik o'xshash ishlayotgan, har yerlarda ishlatayotgan uchurlarni oldik. Bu to'g'ri so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Bu kimlikni ailecha hammadan olalaydi. Kichik boladan tortib cho'ng odamgacha hammalarni olalaydi. Shu kimlikka iltimos qilish jadvali bor. Shu jadvalni to'ldirib, shu yerda deyilgan shart belgilarni to'ldirib ivatgandan keyin har qanday Sharqiy Turkiston fuqarosi yoki Sharqiy Turkiston fuqarosining oilasi uni olalaydi. Uning ishlashiga kelsak, ishlaydi. Bizim Kanada'da işletimiz. Çünkü ağaçtan tüpüde bir
kod var. Şu kodni shunda basgandan keyin ash kimlikning ichidagi butun uchurlar chiqadi boshqa davlatlarga. Chiqqandan keyin o insonning ismi bor, familiya ismi bor, tug'ilgan kuni va hamma narsa. Shu masalan biz Kanadada ishlatgan vaqtimizda Kanadadagi kimlik kartimizdagi uchur bilan biz olgan hukumatimiz bergan kartdagi kimlik kartdagi uchurimiz o'xshash bo'lg'achqa ashuni kodni basgandan keyin shu hammasi ko'rinadi. Ko'ringandan keyin bizning kartdagi shu uchur Kanadaning sistemida bo'lg'achqa hemen Kanada tuniydi. Amerikadagilarga o'xshash, Yevropadagilarga o'xshash, shu o'zingizning turayotgan yerdagi ID information bilan o'xshashlar bo'lsa, biz bergan milliy kart ishlayveradi. Shuning uchun faxrlanib har qanday yerda qo'rqmay ishlatsangiz bo'laveradigan gap. Buni hech qanday bir qonunsiz tarafi yo'q. Andan keyin buningda ishlatgan vaqtimizda ham o'zimizga kimlik baxsh etganidek bu kimlik karti boshqalarga ham undaq Sharqiy Turkiston deydigan bir davlatmi bor ekan, deydigan xalqning kallasiga o'rnashdi. Da'voyimizni qilganmi bo'lamiz. Xalqqa vatanimizni tushundirgan bo'lamiz. Shuning uchun bu kart ham yerda ishlaydi. To'g'ri, rahmat. Boya o'zingizning so'zida deb o'tdingiz, bu kimlik kartiga iltimos qilish maxfiyatlikni oshkorlash bo'lmaydi deb. Buni hammamiz bildik. Hamma yerda bizningki nerede tug'an bo'lsak, shu yerda bizningki barliq uchurlarimiz bor. Bu herkesmi biz hukumatimizga o'zimizningki uchurlarimizni berishimiz Xitoyga bizningki o'zimizningki uchurni Xitoyga berganlik bo'lmaydi. Bu hukumatga bo'lgan va o'zining kimligi bo'lgan eng ashaddiy hujum deb qaraymiz. Bu faqat Xitoy g'alchilarining og'zidan chiqadi deb qaraymiz. Hamda kimlik bosh sirtiga qaratami gap so'zlar chiqibdi. Bu kimlik bosh sirtiga bizga o'lcham bormi? Yo'q, shu biz tashabbus qildig'imiz, Uyg'urcha dop kiyib chiqsangiz ham yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Chunki ham bu bizning kimlik kartimizda o'zimizning kimligimizni aks etishi lozim. Boshqa bir narsa kiyish ba'zi davlatlarda kiymaysan deyishi mumkin. Ammo bizning Kanadada yog'liq silib oladigan ayollar yog'liq bilan tushsa kimlik qabul qilaverdi. Mas sexlava qo'y, silni quloqlarini tatib yo'g'ib oladigan. Ashular silli bilan tushibmi kimlik olaverdi. U demokratiyaga va hech nimaga putlashmaydi. Faqatlam shu yuz ochiq chiqsa bo'ladi. Ko'zoynak bo'lmasin, ko'zoynak taqmayli chunki chiroyimizni o'zgartirib qo'yishi mumkin. Boshqa shu milliy do'ppi bilan yuzimiz ochiq shaklda bo'lsa hech qanday problem yo'q. Do'ppida hech qanday bir problem yo'q. Rahmat. Bu etta do'pp kiyib kimlik rasmga tushgangimi hujum qilganlar bor. Bu meni pek umidsizlantirdi. Bunchalar darajada zaharxandlikniki nimaga kerak bo'ladigan deb. Shu Uyg'urlarningki Uyg'urlik kimligi bilan o'ttirga chiqib qolishini ensiraydiganlar. Uyg'urlarning Xitoy emasligining o'ttirga chiqib qolishidan ensiraydiganlar. Ya'ni shekli Uyg'ur ruhi Xitoylashib ketgan manqurtlar rahatsiz bo'ladi bundan. Bo'lmasa Uyg'ur do'ppisi kimga ziyon keltiradi? To'g'ri. Rahmat. Endi biz hukumatimiz yaqinda qilgan ishlarning ichida eng ulug' ishdan birisi, eng yuksak ishdan birisi Aqtashlik kitobini chiqarish bo'ldi. Bu nurg'un emgak bilan bitdi. Bular misoli Xudoyor Apandimningki emgaki alayda o'rin tutdi. Bu kitap to'g'risida qisqacha bir so'zlab bergan bo'lsangiz, bu kitap to'g'risida biz bundan keyin bir leksiya o'rlashtirmoqchi va bir programmalarni ishlamoqchi. Ammo bugun siz mush to'g'risida ozroq buning ahamiyati to'g'risida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Rahmat. Buni so'zlashga to'g'ri kelgan vaqtda bu bek muhim kitob. Bu bizningki Sharqiy Turkiston xalqining mush 75 yilni yaqi mush ishg'oliyat tariximizda chiqqan eng mukammal shaklda chiqqan Sharqiy Turkiston xalqiningki kallasidagi haqiqatlarni xalqaroga aytib bergan eng yaxshi yozilgan bir kitob. Buni Sharqiy Turkiston surgunda hukumati chiqadi. Asli 2 yil burun chiqish kerakda. Bu bek eg'ri emgak o'g'achqa. Buning dalil isbotlar bo'lmasa bo'lmaydi-ya. Xalqaro so'zliga vaqtimizda Sharqiy Turkiston mustaqil davlatda uni Xitoy besib oldi deganni da'vatimiz. Ammo unga dalil kerak. Shu dalil isbotlarni to'liqlash,
xalqaro ko'rsatish uchun dalil isbot to'liqlashga jiq vaqt ketdi. Buni qarindoshimiz Salih Xudoyor efendimizning emgiki desak bo'ladi. Mutlaq ko'p sondagi emgakni Salih Xudoyor chiqadi. Alloh rozi bo'lsin. O'zi chiqarib andan keyin hukumatga bag'ishlab hukumat nomidan chiqargan qilib nima qildi? Nayt obdan kitob bo'ldi. Bu Sharqiy Turkiston xalqining siyosiy sahnada, xalqaro siyosiy sahnada qo'llanilgan siyosiy qo'llanma deyishga bo'ladi. Biz chet elda yashayotganlar, chet elda Xitoy tajovuzchiligiga qarshi faoliyat qilamiz deyotganlar qadrini bilamiz. Chunki ba'zi vaqtda nima deyishimizni bilmaymiz. Bir gapni desak, haqli so'rasa, nima deb javob berishimizni bilmaymiz-ku. To'g'ri. Mush kitobda biz bilinmayotgan, nima desam bo'lar deyotgan butun kallamizdagi savollarning hammasiga javob mush kitobda bor. Bu kitobningki muhim bo'lishiningki sababi bizning dinimizda bir millatning mustaqil yashashini vojib deb qaraydi. Xususan Müslüman bo'lmaganlarning qulida yashash haram. Müslümanlarning tegida yashash haram. Müslüman emaslarning mustaqil bo'lib yashash vojib deb qaraydi. Buni shuning uchun davlat qurish vojib deb qaraldi bizning dinimizda. Har qanday millatning davlati bo'lishi vojib deb qaraldi. Shu davlati bo'lish vojib degan yerda muqavvimatu davlat deydigan bir qoida bor. Davlat qurish salohiyatiga ega bo'lish shartlari. Qanday millat davlat qurish salohiyatiga ega bo'ladi deydigan şu 4 amil var. Bu 4 amilning birisi mening davlatim bo'lib deydigan millatninki zimini bo'lishi kerak. Bu zimin bizda bor Sharqiy Turkiston degan bir zimin, Sharqiy Turkiston xalqining zimini bor, bu ishg'ol ostida. Bu zimin bor. Anadagi xalq bo'lishi kerak. Sharqiy Turkiston xalqi bor. Garchi irqiy qirg'inchilik ostida bo'lsa-mu, Xitoy hammani yo'q qilib yetaman deyotgan bo'lsa-mu, Allohning qo'g'dishi va inoyati bilan xalqning hammasi yo'qolib ketgani yo'q. Xalqimiz shu vatanda bor, chet elda necha million Sharqiy Turkiston xalqi bor. Shuning uchun ikkinchi shartmi hozir. To'g'ri. Bu şartlarning uchinchisi siyosiy birlik deyiladi. Siyosiy birlik. Siyosiy birlik degan vaqtimizda mush Aqtashlik kitob biz Sharqiy Turkiston xalqining siyosiy birligini kapolatga ega qiladigan kitob. Yana birisi hukumat. Sharqiy Turkiston surgundi hukumati shuning uchun qurildi. Mush 4 amil hozir bo'lsin. Mush davlat qurishga tegishli bo'lgan mush 4 faktor hozir bo'lsin deb Sharqiy Turkiston surgundi hukumati 20 yilning oldida qurildi. Mush aqlli xalqimiz tomonidan qurildi. Chunki vatanimiz munqariz qilinishga boshlanib, ishg'ol qilingandan keyin chet elga chiqavergan ba'zi insonlar Sharqiy Turkiston xalqiga vakillik qilaman deb to'g'ri tuzgun ish qilmaganligini ko'rgandan keyin muhojiratlik Sharqiy Turkiston xalqi 20 yilning oldida bir araga kelib butun davlatlardan Amerikada bu Sharqiy Turkiston surgundi hukumatini quvdi. Bu qovg'a vaqtida davlat ulashning 3-amili hozir bo'lgan. Shuning uchun Sharqiy Turkiston surgundi hukumatining bo'lishining bek muhim bo'lishining sababi shu. Shuning uchun Sharqiy Turkiston da'vosi hukumat saviyasida olib berilishi kerak deyishimizning sababi shu. Shuning uchun Sharqiy Turkiston surgundi hukumati xalqimizga muhtoj, xalqimiz bu hukumatni qo'llash kerak, e'tirof qilish kerak deyishimizning sababi shu. Chunki 4 omilning birisi hukumat. Bu hukumat normalda vatanda bo'lish kerak, ammo vatan ishg'ol ostida bo'lg'achqa, u yerda hukumat qurish sharoitimiz bo'lmag'achqa
Aqlli xalqimiz buni chet elda qo'ydi. 3-faktor bu yerda bitdi. 4-si siyosiy birlik deyilgandi ya. Bu siyosiy birlik hozir qadar birlik kelinmagan. Nima uchun? Shunday bir aqtashlik kitobimiz yo'qdi. Hammadan o'zi bilganini jo'lib yuradi. Hatto nüfusimiz haqida farqli ko'z qarashlar bordi. Bizden Xitoy degandek 10 million davatgan, 11 million davatgan, bek jiqiltib etganlar 2 million davatgan. Mushu nüfusimiz haqidagi faktlarmi, analizlarmi mush kitobda bor. Mushu o'zimizning nüfusimiz haqida bir jarga kelinmagan, vatanimizningki ko'lami haqida bir jarga kelinmagan. Kichik bolalarmi bir arga kelalaydigan narsalar haqida ma bizning millat bir arga kelinmagan. Bir arga kelinmagachga halqa siyosiy birlik sap deydigan narsa yo'qdi. Shuning uchun ma aqtashlik kitob bizni siyosiy birlik sap qurish bilan ta'minlaydi. Chunki bu kitobdagi hammasi haqiqat. Fakt bilan o'ttirib qo'yilgan bo'lgandan keyin qo'rqmay mush kitobning ichidagi uchurlarni, dalillarni qo'rqmay xalqarada qo'llansak bo'laveradi. Shuning uchun qandaq tashkilot bo'lib ketishidan qat'iy nazar, qandaq tipdagi insonlar bo'lishidan qat'iy nazar, qanday ideologiyadagi insonlar bo'lishidan qat'iy nazar, mush aqtashlik kitobimizni qo'llansa siyosiy birlik hosil bo'ladi. Shuning uchun sizga bu siyosiy aqtashlik kitobning nima bor deganni, buningda 9 bobda yig'inchaqlangan bu kitobda. Şöyle bir David sözümünü to'xtatay. Birincisi Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan, hozir davom qilayotgan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining ustidan elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik dalillari bilan qo'yiladi. Biz dunyoning har qanday yerida Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi degan vaqtimizda fakt nima desa, mush kitobga qarasak, mush kitob uchurlarni, faktlarni qo'llansak bo'ladi. To'g'ri. Ikkinchisiga Sharqiy Turkistonning jo'grafiyalik ahvoli tunishtirilgan. Sharqiy Turkiston jo'grafiyasi qanchalik cho'nliqda, qaysi davlatlar bilan chegaralanadi, qaysi davlat bilan qanchalik miqdorda chegarasi bor deganlarning hammasida mush kitob javob beradi. Ham o'zimizning jo'grafiyasi haqida nurg'un bilim bor, o'rganishga tegishlik. Anandan keyin haq so'zlab bergan vaqtimizdami, shu amaliyatga uyg'un uchur, ma'lumot, dalil hujjatlarning hammasi bor. Jo'grafiyalik ahvol tushunma. 3-mazmun Sharqiy Turkistonningki stratejik ahamiyati anlatilgan. Geosiyosat deymiz-ku. Geopolitik deydi. Shu geosiyosatda Sharqiy Turkistonningki jo'grafiyalik ahamiyati tunishtirilgan. Buningda hamda Xitoyningki nima uchun Sharqiy Turkiston xalqi ustidan irqiy qirg'inchilik qiladi deganni xalqning tushunish uchun bu geopolitikni tushunadiganlar Sharqiy Turkistonning jo'grafiyalik ahamiyatini tushungandan keyin tushunalaydi. Ba'zi qarindoshlarimizga, musulmonlarga manda qilib ketib bor desak, ishonmaydi-ku. Odamga shunday qilamdi, insonga shunday qilamdi deb. Hozirgi 21-asrda shunday ish bo'lamdi deb ishonmaydi-ku. Ashundaq odamlarni ishontirish uchun kichikina aqli bo'lsa, geopolitikni tushungidek ahvoli va insonlarga mush kitobdagi mush ahvolni tushundirsak, Xitoyning bizga nemishqa mushunchilar zulm qilayotganligini, irqiy qirg'inchilik qilayotganligini ham o'zimizmi tushuna olamiz, xalqimiz tushundira olamiz. Uchinchisi, Sharqiy Turkiston xalqi tunishtiriladi. Sharqiy Turkiston xalqi deganimizda yolg'iz va Uyg'ur xalqi yo'q. Qozoqlar bor, qirg'izlar bor, o'zbeklar bor, tatarlar bor, mo'ng'ullar bor. Sharqiy Turkistonga yerlik xalqlarning hammasi tushuntirilgan bir kitob. Unda bo'lgandan keyin xalqlar nima uchun Sharqiy Turkiston deymiz, nima uchun Uyg'uriston demaymiz degan savollarga men mush nuqtadan javob chiqadi. Chunki biz boshdalam hozir bir millatning ismi bilan atalgan Uyg'uriston bilan o'tirib chiqsak,
avtomatik holda boshqa millatlarning kallasiga keladi. Bu bizning vatan Uyg'urlarning oldi memdi de. Unda bo'lgandan keyin qarindoshlar o'rtasida ziddiyat paydo qilgandan, sepimizni parchalagandan, baribir ular bizning qarindoshimiz. Qarindoshimiz desakmi qarindoshimiz, qarindoshimiz emas desakmi qarindoshimiz. Allah yaratib bergan bizning qarindoshimiz turk irqidan bo'lgan insonlar. Unda bo'lgandan keyin biz buni tushunish uchunmi Sharqiy Turkiston xalqini nada qanchalik insonlar bor buni tushunishga to'g'ri keladi. Anki yana birisi nima? Sharqiy Turkiston madaniyati. Nima uchun biz Xitoyga qarshi turamiz degan vaqtda Sharqiy Turkiston madaniyatini tushungan vaqtimizda va tushungan vaqtimizda Xitoy madaniyati bilan Sharqiy Turkiston madaniyatining suv bilan o'tdek kelishamaydiganligini, ikki zid qutb ekanligini va'dan tushunalamiz. Shu nuqtadan muhim. Ba'zilar ulum inson bo'lgandan keyin Xitoylabek ishchan millat bo'lgandan keyin shundan qilda rahat yashasam olmamdi deydigan nurg'un musulmonlar bor. Ashunda yakkaga vaqtda inson portlab og'zini buzg'isi keldigan darajada nayt lavza so'zlaydigan musulmon qarindoshlarimiz bor. Shu insonlarga tushuntirish uchun bizningki madaniyatimiz tushuntirilishi lozim. Chunki bizning madaniyatimizning manbasi islomga tayanadi hozir. Unda bo'lgandan keyin musulmonlarga tushuntirish uchun bizning madaniyatimizni bilishimiz, tushuntirishimiz bek muhim. Andaki Sharqiy Turkistonning tarixi. Sharqiy Turkistonning tarixi degan vaqtda Xitoy Xinjiang tarixida o'zi bilganni jo'lib, o'zi bilgan yolg'onlar bilan to'ldirib, hem xalqimizni aldatadi, hem Xitoy xalqini aldatadi, hem xalqarani aldatadi. Shuning uchun bu Sharqiy Turkiston besevelingan zamin, besevelingan davlat deyishimiz uchun Sharqiy Turkistonning tarixini hem o'zimiz bilishimiz lozim, hem boshqalarga bildirishimiz lozim. Sharqiy Turkiston tarixiga doir dalil isbotli uchurlarmi bu kitobda bor. Anondan keyin Sharqiy Turkistonning hozirgi ahvoli va Xitoy ishg'oliyatiga, Xitoy jahongirligiga, Xitoy tajovuzchilariga qarshi tirajishi, Xitoy tajovuzchiligiga qarshi kurash qilishi anlatildi. Xitoy bizni yo'q qilish uchun qanday taktikalarni qo'llanyapti? Biz Xitoyga bo'ysunmaslik uchun qanday shaklda Xitoy qarshilik ko'rsatyapmiz? Biz qarshilik ko'rsatishimiz haqliqmi, haqsizmi? Her qarshilik ko'rsatgan vaqtimizda Xitoyning bizni bostirish uslubi, shakli hammasi anlatildi. Shuning uchun hem o'zimiz bilsak, qalbimiz rahat inqilob qila olamiz. Biraz cesaret keladi qalbimizga. Jonlanamiz. Hem xalqqa rahat shaklda tushuntira olamiz. Shuning uchun bu kitob muhim. Anadaki 9-si Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan boshqa yo'lning yo'qligi tushuntiriladi. Bizning oldimizda birlam yo'l var. Ya'ni Sharqiy Turkiston xalqi mushu dunyoda hayot qilishi uchun, millat sifatida hayot qilishi uchun mustaqilligimizni asliga keltirishdan boshqa yo'l yo'q ekanligi anlatiladi. Agar mustaqil bo'lmasak, ya o'ltirilamiz, yoki xitoylashimiz. Dunyoda rezillik, rasvolik, oxiratda cehennem bilen tutadigan egir, echinishlik bir oqibatning bo'ladiganligini bu kitobda tushuntiriladi. Hem de hozirgi dunyoda hech kim bir millat yo'qolib ketsinmi, bir davlatning manfaati uchun bir millat irqiy qirg'inchilik orqali yo'qolib ketsinmi deydigan hech kim ma'qul demaydi. Ko'ngilda ma'qul degisi bo'lsa-mi, shunda bo'lsin demaydi hech kim. Unda bo'lgandan keyin bu ahvol anlatıldı. Hem üzümüzgü mü? Faydası var. Çünkü
nurg'un insonlar bizning ichimizda, bu Sharqiy Turkiston xalqining ichidan nurg'un insonlarning da og'zi qarsak ashalni qitib o'tirib, jahonbiy tuzilib qolsa, burunqidek bulab qolsa deydigan insonlarni anglaymiz-ku. Mustaqil bo'lmay turib burunqidek bulab qolmaydi u. Hozir Xitoy vatanga chirib chiqqanlarni qo'llanish orqali nima masaj beryapti dunyoga? Milyonlarcha insonlarimizni o'ldirib bo'ldi. Mening qarashimda xalqimizning 30-40%ni o'ldirib bo'ldi. Kerakkagideklarini, diniy aqidasi borlarini, milliy ruhi borlarini, pulvalarini, mush millatga kerakkagidek insonlarning hammasini yo'q qilib bo'ldi. Yo'q qilib bo'lgan yoqi, anniki milliy ruh bo'lmagan Xitoysimon insonlarni yasab chiqarib, naqsh usul o'ynatib, xuddi hamma ish normal bo'lib ketgandek Xitoyning ichida Wishingda video yasab chiqarib bizni qo'llayotdi. Anandan keyin pulga to'ymaydigan och ko'z manqurtlarni apirib ziyorat qildirib, yolg'on xabar taqib ishlatyapti. Yolg'on xabar ishlab taqityapti. Xitoy o'zi o'ltirgan necha million insonningki qatlam jinoyatini, irqiy qirg'inchilik jinoyatini yushirish qitirishyapti. Bu yushirishni milliy ruhi bo'lmagan manqurtlarning qo'li orqali qildiryapti. Biz mush chet elda turib, yana hozirmi shunga aldinib, buniki yaxshilab qilamiz desak, alqa insonlik salohiyatimizni yo'qlab qo'ygan bo'lamiz. Xitoy biroz yaxshilashi mumkin, chunki yeydiganni jutuvalish uchun, butun dunyoni unutuldirish uchun. Agar Xitoy mushqatim mush irqiy qirg'inchilikni unutuldira olib qolsa, Xitoy g'alaba qilib qolsa, yana 5-10 yildan keyin qilib qolganlarini yo'q qiladi. Chunki Uyg'ur xalqining, Sharqiy Turkiston xalqining Sharqiy Turkiston zaminida mavjud bo'lib turishi Xitoyning uzoq zamonlik strategiyasi uchun tahdid. Shuning uchun Jiang Zemin degan Xitoy 20 yilning oldida, 25 yilning oldida Uyg'urlarning hammasini potensial terrorist deb e'lon qilishining sababi shu. U chaqda bizning Sharqiy Turkiston terrorist yo'q-ki. Terrorlik harakati yo'q. Shu Xitoy anchan organlari o'zi xalqimizni qarlash uchun ijod qilgan terrorlik ishlaridan boshqa xalqimiz ham terrorist emas, ham unda ish qilgidek xalqimizning qo'lida bir ish yo'q. Ahindaq turvasa Jiang Zemin degan Xitoy Uyg'urlarning hammasi potential terrorist degan gapni e'lon qilib bo'ldi. Xitoy har yili shu bexatarlik yig'inlarida bizni yo'q qilish planlarini tuzdi. U dushman bizga marhamat qilmaydi qarindoshlar. Shuning uchun alqavatanda o'ylab qolamiz, bu'lab qolamiz deydigan quruq tamaning keniga kirmay, bizmi edam bo'lgandikin bir ish qila olsak, qilib o'limiz, ish qilmay qolib qolsak, ish qilaman degan maydonda turib o'limiz. Hech bo'lmaganda Allohning oldiga borgan vaqtida men maydonga o'tgandim, ish qilg'ila deb o'zimizni jahannamdan qutuldirishga foydasi bo'ladi. Unda bo'lmasa, Xitoydan tamoq qilib o'linib qolamiki, ulamiki, bulamiki desak, mushu dunyoda o'zimizning xoinligini e'lon qilgandek, oxiratda jahannam ahli ekanligimizni mushu dunyoda turib e'lon qilganlik hisoblanadi. Rahmat. Uchun bu kitobdan foydalanib, hem o'zimizga yordam qilaylik, hem boshqalarga yordam qilaylik. Mush kitob orqali birlik sepimizni quraylik. Davlat qurishning 4 omili bo'lgan, 4 omilning hammasi tutgan bo'lsin. Vatan, xalq, hukumat va siyosiy birlik sep bu 4 omil bo'lgan millat davlat quralaydi. Bu bizning diniy kitobimizda bor, diniy hukm, ya'ni Allohning dargohida shunday deb qaraladi. Bo'lmasa-chu aqmaydi degan gap. Birlik sep bo'lmasa, siyosiy birlik bo'lmasa, harakat birligi bo'lmaydi. Harakat birligi bo'lmagandan keyin u g'alaba qilish qonuniyatiga amal qilmagan bo'lamiz. U qonuniyatga amal qilmagandan keyin shu g'alaba qilmaymiz degan gap. Shuning uchun qarindoshlar, aqtashlik kitobimiz bek muhim. Hammamiz
nima qilayli? Elishga tirishayli. Buningdekin deb qo'ydigan bir gap, rost bu kitob 7 tilga tarjima qilinadi. To'g'ri. Uyg'urchaga tarjima qilinadi zaten o'zimizning tili bo'lgandan keyin, inglizchasi bor hozir, ruschasi bor. Ruschaga tarjima qilinadi. Arabchaga tarjima qilinadi. Turkchaga tarjima qilinadi. Yaponchaga tarjima qilinadi. Fransuzchaga tarjima qilinadi. Hem xalqaro tillarga tarjima qilinadi, hem musulmonlarning tiliga, turk va arab tillariga qilinadi, hem bizning qo'shnilarimizning tillariga tarjima qilinadi. Shuning uchun bu kitob qulanglarda bo'lsa, buning tarjima chiqsa munosablan bo'ladi. Har qanday yerda o'zimiz turayotgan yerda siyosiy bir harakatlarda qo'rqmay so'zlayoladigan bir holga kelamiz. Shuning uchun bu kitob bek muhim, hammalarga tavsiya qilamiz. Rahmat. Bu kitob amaliyotda biz uchun yo'l yo'riq. Alda qatama degan bu haqiqatan bizga yo'l yo'riq. Undan keyin bizning tarjima qilgan tildan ichida Xitoycha bor. Xitoychadan foydalanadigan bizning qarindoshlarimizga sunimiz buni. Vatandagi mushuni ko'rish imkoniyati borlarning ko'rishini iltimos qilamiz, umid qilamiz. Hamda oxirida Türkiye Maliye Ministri Mehmet Şişek'nin Xitay ziyaretinde Xitay zimin bütünlüğünü qo'g'dash ve terörlükka ortak qarshi turish bayonoti to'g'riliq fikringizni deb bakkan bo'lsangiz, rahmat. Mehmet Şimşek Xitayga berib shundoq dedi. Bu yalnız Mehmet Şimşekning ishi emas. Mush Turkiyaning rahbarlari har qachon Xitoyning oldiga borgan vaqtida biz musulmonlar masjid cheganda subhanalloh va alhamdulillah Allohu akbar deb zikr tasbih aytamiz-ku. Şolunun zikri təsbihsiga ayının ketiglik o Xitayning zimin bütünlüğüge hürmet qilamiz, qo'g'daymiz, terörlük qarıştırmız degan gap Türkiye rahbarlarining zikri təsbihsiga ayının ketiglik Xitayning oldida. Bu bir echinishlik bir ahvol. Endi buni biz his tuyg'udan qaragan vaqtimizda Türkiye xalqi bizning qarindishimiz ekanligi rost. Türkiye xalqi bizni suydiganligi rost. Xuddi biz ularni so'ygandek. Qarindosh bo'lgandan keyin qarindoshni suydi. Bu ikki xalq bir-birimizni suydiganligimizda gap yo'q. Ammo davlat masalasiga kelgan vaqtda bu Xitoyning zimin bütünlüğüge hurmat qilamiz degani Sharqiy Turkistonning Xitoyning zimini ekanligini e'tirof qilamiz. Biz uchun o bizning turk zimini emas, Xitoylarning zimini Xitoyga berib degan bilan o'xshash. Yoki bo'lmasa Türkiye devletinin 2,5 metresiga teng keladigan yo'g'on bir turk ziminini kichikkina pul uchun peshkesh chekimiz, satimiz degan bilan o'xshash gap. Anikin terrorchilikqa qarshi turamiz degani, agar bu vatanni ozod qilaman, mustaqil qilaman deydigan bo'lib qolsa, biz ularga mustaqilchilarga qarshi turamiz deganlik bo'ladi. Bu başkisi Sharqiy Turkiston davlatiga ihanat hisoblansa, keyingisi Sharqiy Turkiston xalqiga qilingan bir ihanat. Bundaq ihanatni Mehmet Şimşek emas, o'z dadimiz chiqsa qarshi turamiz. O'zimizning dadisi, o'zimizning o'g'li desa qarshi turamiz. Chunki xususan Sharqiy Turkiston surgunda hukumati Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik orzusiga vakillik qiladigan bir organ bo'lg'achqa Sharqiy Turkistonning surgun hukumatining bundaq deyishi hem mecburiyeti hem vazifasi. Unda bo'lgandan keyin biz hukumat sifatida Mehmet Şimşekning va Turkiyaning boshqa rahbarlarining Xitoyning oldiga kelgan vaqtida bundaq deyishini eng og'ir shaklda ayblaymiz. Biz bunga rozi emas. Dunyoda rozi emas, oxiratda rozi emas. Chunki abiqi dastim o'tdi. Bu milliy manfaat deb setiladigan narsa emas bu. Sening milliy manfaating bo'lsa, sening millating 85 milyon. Bizning nüfusimiz 85 milyon, 100 milyon bo'lishi kerakdi. Nima uchun sening muttafiqing Xitoyning tilida hozir 11 milyon? 89 milyon Sharqiy Turkiston xalqi nega ketdi? 85 milyonning manfaatini deb 91 milyon insanın öldürülüşüge razı ulaş, o milli menfaat hesaplanmaydı bu, xiyanet hesaplanıdı. Hem de devlet menfaati deydiğen bolsanız Türkiye devlette küçükünden bir devlet bizning Sharqiy Turkistonga qiyas qilganda.
Bizning Sharqiy Turkiston Turkiyadan 2,5 masjid cho'ng. Uning ustiga Türk qarindoshlarimiz ata yurt deydi, ya'ni ata yurt. Ya'ni atamizning yurti degan gap. O yurtni Xitoyga peshkash chekish, uningga berib etish. Xitoyning zamin butunligiga hurmat qilamiz deganlik bu butunlay xiyonat, ihonatdan boshqa narsa emas. Shuning uchun biz Türk xalqini suyishimizni saqlab qolish bilan birga, Türk xalqini qarindishimiz deyish bilan birga Türkiye hükümetining ma ihonatlarini eng og'ir shaklda ayiblaymiz va rozi bo'lmaymiz. Rahmat. Bizningki agar Xitoylar bizning izchil qirib kelmagan bo'lsa, irqiy qirg'inchilik qilib kelmagan bo'lsa, bizning nüfusimiz 90 milliondan ortadi demoqchi bo'lganingizni tushundik. Haqiqatan shunday. Bizningki nüfusning o'sish, o'zininki qonuniy bo'yicha qaraganda bizning hozirgi nüfusimiz nihoyatda nurg'un bo'lishi kerak edi. Hozir biz 40 million deb bekitdik va shuni aniqlab chiqdik. Xalqimizning asl nüfusi 40 million, ammo agar biz Xitoylar tarafdan qirilmagan bo'lsak, Turkiyaninki nüfusidan bu ko'p nüfusga ega bo'lishimiz albatta shunday bo'lishi kerak edi. To'g'ri. Bugungi suhbatga vaqt ajratganingiz uchun ko'p rahmat. Siyosatda sezgirlik va dallik siyosiy safoni aks ettirdi. Turkiya Moliya ministri Mehmet Shishakning Xitoy ishbirligi uchun barganda qilgan Xitoyning zamin butunligini qo'llash va terrorlikqa o'rtaq qarshi turish bayonlari hukumatimiz tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda raddiya berildi. Milliy manfaat hammadan ustun, mayli kim bo'lsin, bizning zamin butunligimizga va mustaqillik ko'rishimizga shak keltirishiga yo'l qo'yilmaydi. To'lima afsus, bundaq bir siyosiy sezgir masalaga boshqalarning tutgan pozitsiyasi sukut bo'ldi. Aksincha, bizning hukumatimizga bo'lgan hujum assilab o'tdi. Qarindoshni setib hajlasa haqliqmidir? Qarindashqa vatanni sotgan sharafmidir? Buni biz hammamizning aqliga va vijdoniga murojaat qilamiz. Aqtashliq kitobimiz hukumatimizning nurg'un yil izchil tirishchanligining natijasi. Öz tariximiz, coğrafiyamiz va siyosatimizga bo'lgan qoyim qilishga berilgan xotima. Eng muhimi, u Xitoylarning uzun muddat bizga har xil yo'l bilan ilib borgan mini yo'yishiga berilgan javob urilgan qachat. Oldimizda bu kitobimizni programmamizda bo'lib bir-birlab tushundiramiz. Bu chog'da aqlga xushtor, tafakkurga muhtoj insonlarning bu kitoblarni o'qib chiqishini so'raymiz. Aqtashliq kitobimizning buyuk tarixiy ahamiyatiga gap ketmaslik kerak edi. Shundaqdimi bu kitobimizning bundan keyingi mustaqillik yo'limizda siyosat belgilashda bizga moyak bo'la oladiganiga shak shubhasiz ishonamiz. Aqtashliq kitobimizni 7 tilga tarjima qilamiz deganni biz deb bo'ldik. Qisqasi biz hukumatimiz barlig'imizni davlatimizning mustaqilligi uchun ataymiz va barliq vatandoshlarning bizni qo'llab-quvvatlashini chin qalbimizdan umid qilamiz. Vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz mishada oyoqlashdi. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Allohga emanet.